Assalomu alaykum. Azizlar, navbatdagi velosipedimiz tayyor bo'lib bitib chiqdi. Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan City Line degan velosipedimiz mana. Mars brendi. Razmeri 26, alyumin ramada bo'ladi. Qasqonlari ham alyumin. Apparat 3 tali skors. Xohlagan skorzga qo'yasiz. Ishlashlariga gap so'z yo'q. Milka amortizator, alyumin qosqon, kenda pakrushka bo'ladi. Futurga holatlari mana. Spesial nержавейка. Fara qismi zavodskiy o'zini radnoyi. Dinam bilan yonadi. Tormoz oyoqda ham bor, ikkita qo'lda ham bor. Jami 3 ta tormoz. Milka amortizator mana aytib o'tganimdek. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Toshkentgacha dastavka ichida bepul, Vodiyga ichida ham bepul. Toshkentdan u yog'iga pulni to'lab olishingiz mumkin. Ya'ni vohalarda hisobga olib aytamiz. Marg'ilon shahar O'qchito'r ko'chada joylashgan do'konimiz 95 091 61 60 telefon raqamimiz. Olgan odam rosa mazza qilib minadi. Oraliq masofasi rosa keng, chiqib tushishga qulay. Yoshi katta odamga, yoshlarga birdek tushaveradi. Sog' bo'linglar. Shunaqa velosipedlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. 1 650 ming so'm narxi. Ozgina kelishadigan joyi ham bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Chiroyli narx qilib beramiz, xudo xolasa. Telegramimiz ham bor. Telegramga kirib ko'rsiz, buni Telegramga alohida qilib ham tashlaymiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.